30 ga kirib uylanolmay yurgan ukalarimiz uchun mebellarni zo'rini topib qo'ydim. Qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan narxi juda ham arzon, sifati zo'ridan ekan. Nimaga zo'r deganlarga, qadrdonlar laminat rossiyskisini ishlatishadi ekan. Ichidagi zapchaslarini zo'ridan ishlatish ekan. Jahlingiz kelib turib bitta yetarsangiz ham o'zi sekin totib oladigandan bo'ladi. Eshiklari ham xuddi shunaqangi yangicha fasonda zo'r furnituralar, ya'ni oshiq-moshlar qo'yilgan. Ko'ryapsizlarmi? O'zlari sekin vakuumda totib olishadi ekan. Xo'sh, qadrdonlar, bu yerda Vibr juda ham ko'p, ko'rib, ma'qul kelganini zakaz beraverasizlar. Manzilga keladigan bo'lsak, manzil Andijon viloyati, Andijon shahridan bo'lyapti. To'liq videoda Bozor va biznes kanaliga o'tib ko'rishlaring mumkin. Mana shu ko'rib turgan komplektlaring, qadrdonlar, divan, ikkita tumba, bitta trimmo, bitta shkaf kupesi bilan narxi bor yo'g'i $700. Undan tashqari mana bu 2025-yilda yangicha fason, yangicha dizayner. Bunimizni narxiga keladigan bo'lsak, $750. Butun vodiy bo'yicha ustunovka dastavkasi bor, qolgan joylarga kelishiladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.